blogerlar ichida yoqimligi va o'zini gaplarini o'tkazmoqchi bo'lgan blogerni kim taniydi? Kim taniydi? Haqiqatan. Kim taniydi? Taniganlar, bilganlar kommentariyga yozib yuboringlar. Doniyor aka, siz oldingizga aka men ish bilan keldim. Bekor qolganim yo'q aka. Siz oldingizga kelib rasmga tushaman deb. Aka, yaqinda konkurs boshlab qo'yganman. Shuni tezlashtirish maqsadida siz oldingizga keldim aka. Bekorchi emas, lekin konkurs qilasiz. Bekorchilar qiladi, bo'lmasa aka, birinchi o'ringa Mercedes qo'yganman, ikkinchi o'ringa aka 16 Max qo'yganman iPhone, uchinchi o'ringa 3 million yutib qo'yganman. Shuni aka tezlashtirish maqsadida siz oldingizga keldim. Qarang, uchinchi o'ringa 3 million u, 2 million mendan qo'shing 5 million deb yuboring. Ko'zingizni qismang aka. Aka, Mers qo'ydim deysizmi? Mers qo'ydim. O'z minib ko'rganmisiz? Yo'q, ushlab ham ko'rmaganman. Xo'sh, nima qilish kerak? Aka, jiddiy gapiryapman, kulish kerak yo'q bu yerda. Aka, shu konkursni tezlashtiraylik, ikkinchi konkursga ham tezroq start berishim kerak. Do'stlar, shu video nechtadir like, nechtadir komment bo'lsa, start. Короче, Mirzo blog o'zining obunachilariga Mers qo'yib yuboribdi. Like pack deyman, bu yerda like rol o'ynamaydi aka. Bu yerda lokatsiyani tezroq topib, tezroq mashinani egasiga topshirishimiz kerak aka. Bosinglar unda. Aka, telefon qilganini ko'tarib turing, baqircha qilaman.